Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Tezkor Avia bugun Farg'onadan uchadigan barcha havo yo'llarini reyslari bilan tanishtirib o'taman. Ungacha sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolar sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Yana kimga qaysi reys, qaysi yo'nalish qiziq bo'lsa, shu videoda kommentariyasiga yo'nalishni yozib ketsalaring, keyingi videoda shu reyslar bo'yicha chiqarishga harakat qilamiz. Hop, Farg'ona Vnukovo yo'nalishi uchish vaqti 16:50 da uchadi. Farg'ona vaqti bilan 19:30 ga Vnukovo vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 2.900.000, bez bagajning narxi 2.700.000 chiqadi. Keyingisi Farg'ona Piter yo'nalishi uchish vaqti 7:40 da Farg'ona vaqti bilan uchadi. 10:50 ga Piter vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 3.600.000, bez bagajning narxi 3.400.000 chiqadi. Hop, Farg'ona Novosibir yo'nalishi uchish vaqti 10:05 da samolyot Farg'onadan uchadi. 14:50 ga Novosibir vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi narxi 2.900.000, bez bagajning narxi 2.700.000 chiqadi. Hop, Farg'ona Kazan yo'nalishi uchish vaqti 11:15 da samolyot uchadi. 13:00 ga Kazan vaqti bilan borib qo'nadi. 2.800.000 bagajli, 2.600.000 bez bagaji chiqadi. Hop, Farg'ona Istanbul yo'nalishi uchish vaqti 8:40 da Farg'onani vaqti bilan uchadi. 12:20 ga Istanbulni vaqti bilan borib qo'nadi. Bagaji bori, bez vazratniy tarifda esa 2.700.000 chiqadi. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahalda ro'parasida. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegram postoyanno ishlab turadi. Agar oradagi masofa uzoq bo'lsa, через WhatsApp, через Telegram pasportlaringni tashlasalaring, biletlarni onlayn qilib yozib berishimiz ham mumkin. Biletlarimiz 100% ishonchli, 100% garantiyali. Aeroportda sarson bo'lmasliklaringga biz 100% garantiya beramiz.